Oromgoh Kanechkani yonidagi 14-domda 3 xonali kvartiramiz sotuvga qo'yildi. Yana bitta yaxshi tomoni o'zidan alohida parkovkasi ham bor. Zinadan 3-qavatga ko'tarilganimizda o'ng tomondagi ushbu kvartiramizga kirsak bo'ladi. Demak, eshikdan kirganimizda o'ng tomonimizda chiroyli shkaflar qo'yishgan va kamiga bu shkafimiz keyingi xonaga o'tadigan eshik vazifasini ham bajarib beradi. Bu yerda kattalar uchun mo'ljallangan yotoqxonamiz planirovka qilingan, ta'mir holatlari, aboylari juda ham chiroyli ekan, ko'rib turganingizdek va undan keyingi ko'radigan xonamiz bolalar uchun mo'ljallangan keng kattagina yotoqxona hisoblanadi. O'zingiz almashtirib olsangiz ham bo'laveradi. Bu yerda spalniya qilib, ikkinchi tomonimizni bolalar yotoqxonasi qilsangiz ham bo'laveradi. Uyimiz to'liqligicha o'tib qilingan. Qo'shimchasiga batareyani ham hojatxonagacha hammasiga o'rnatib qo'yishgan ekan. Isitish tizimidan umuman muammo bo'lmaydi. Navbatdagi xonamiz esa mehmonxona, zal, ta'mir holatlari bu yerga ham juda yaxshi. O'zlari uchun mo'ljallab, yaxshi mahsulotlarni sarflab turib, bu yerni remont qilishgan ekan. Moskovskiy planirovka bo'lgani uchun sanozillarimiz alohida joylashtirilgan hamda hamma sharoitlari bor. Navbatdagi ko'radigan joyimiz esa o'z aslida oshxona bo'ladi. Oshxonada balkon ko'chirilgani uchun bitta bo'sh xonacha ham mavjud ekan. Bu yerdan chiqqanimizda oshxonamiz to'liqligicha romlarni ham akva qilib qo'yishgan. Ovqatlanish uchun maxsus joyimiz bor. Mana shu ko'rib turgan eng chekka qismimizda esa 5 tonnali suv yo'mkisi ham qo'yib qo'yishgan ekan. Ushbu kvartiramizning hujjatlarida muammo yo'q. Narxiga to'xtaladigan bo'lsak, 36 ming dollar yana kelishtirib ham berishadi. Egalar telefon nomeri videoni pastda bemalol aloqaga chiqib, mana shu kvartirani sotib olsangiz bo'laveradi.